Assalomu alaykum hurmatli avto kuzatuvchilari. Hozir sizlarga aytganimiz bizga soat qizig'i yo'q degandek, hozir bitta aylantirib mashinamizga chap taraf orqa krilo, old orqa bamper, eshik, amortizator, stop, облицовка, bitta fara berganmiz. Hozir Tojikistonga olib ketishyapti. Taksiga yuklab olyapmiz. Chegaragacha olib borgani. Soatimiz 28-iyun 12:54 turibdi. Bizga vaqti, muhitda qizig'i yo'q. Inshaalloh xizmatdamiz. Qanaqa bizdan xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ne avto ishingizni bitkazamiz. Nechida bo'lishidan qat'iy nazar, kimga yana shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Ne avtoga murojaat qiling, ishingizni bitkazamiz.